aziz muxlislar, efirda Uyg'on bolajon dasturi. Va bugungi dasturni men va Nozanin opam olib boramiz. Ha, Madinaxon, bugun ko'rsatuvni mazza qilib olib borarkanmiz-da. Albatta. Bolajon telekanalining aziz muxlislari, yaxshi dam oldingizmi? Barchangizga xayrli tong deb qolamiz. Madina, bugun ham erta uyg'ondingizmi? Ha, albatta, men har doim barvaqt uyg'onaman. Bunaqa erta uyg'onib nima qilasiz? Zerikib qolmaysizmi? Yo'q, men tanani chiniqtiradigan mashqlar bajaraman. Agar siz har doim kun tartibingizda badan tarbiyani qo'ysangiz, albatta kunda energiyaga boy bo'lib yurasiz. Ha, shuning uchun siz yerga ursa ko'kka sapchirkansizda. Nozanin opa, siz ham mashqlar qilib turasizmi? Albatta, sog'lom tanda sog'lom aql degandek, men ham har tong mashq qilaman va buni sizga ham tavsiya qilaman. Qanday mashqlar bajarasiz? Men har tong ertalab raqsga tushaman. Bu kun davomida kayfiyatim yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Siz ham raqsga tushsangiz, yana ham energiyaga boyiysiz. Voy Nozanin opa, siz juda ham chiroyli raqsga tushasiz. Men ijtimoiy tarmoqlarda har bitta raqsingizni ko'raman. Men sizga havas qilaman. Xohlasangiz ko'rsatuvdan keyin sizga ham o'rgataman raqsga tushishni, nima dedingiz? Voy, hozir ko'rsating. Yo'q, Madinaxon, hozir sog'lomlashtirish mashqlarini bajaramiz. Masalan, siz qanaqa sog'lomlashtirish mashqlarini bilasiz? Birinchi mashq yuqoriga intilish mashqi. Qo'llarimizni baland ko'tarib, xuddi osmonga yetmoqchi bo'lgandek cho'zilamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Endi esa dam olamiz. Siz ham bilasizmi? Albatta bilaman. Qani ko'rsatib bering. Bu mashqimiz kapalak qanoti deb nomlanadi. Qo'llaringizni yonga cho'zasiz va kapalakka o'xshab orqaga, oldinga silkitasiz. Oy. Bunaqa tez silkitmaydi. Kapalakni bunaqa tez uchganini ko'rganmisiz? Voy Nozanin opa, siz kapalaklarni yaqindan ko'rganmisiz? Albatta, keling, mashqni davom ettiramiz. Yelkangizni orqaga torting, shunda orqa mushaklar ham ishlaydi. Qo'limizni asta-sekin ishlatamiz. Ha, shunaqa. Voy Nozanin opa, bu mashq yelka va mushaklarga foydali ekan-a? Albatta, yosh bolalarni gavdalarini tik tutishga ham juda ham ko'p yordam beradi. Ha, endi bu mashqni ertalab bajarib ko'raman. Bolajonlar, siz ham bu mashqni takrorlab turing. Sizning qomatingiz tik bo'lishiga va egilib qolmasligingizga juda ham ko'p yordam beradi. Ha, to'g'ri aytasiz. Nozanin opa, Madinaxon, o'tirib olaylik, gapimizni davom ettiramiz. ba'zida yelkalarim og'rib uyg'onaman. Mana shu mashqni har kuni bajarsangiz, yelka og'riqlari ancha qo'yaveradi. Ha, to'g'ri aytdingiz, har kuni bajaraman. Sog'lomlashtirish mashqlari haqida uzoq gapirish mumkin. Ko'p gapirgandan ko'ra nima qilgan yaxshi? Tomosha qilgan yaxshi. Keling endi navbatni gimnastika sahifasiga bersak. Menimcha bolajonlar mashqlarni tomosha qilishsa yana ham foydaliroq bo'ladi. Nima dedingiz, Madinaxon? Albatta. Keling tomosha qilamiz. Siz esa lavhani sharhlaysiz. Bo'ldi, xo'p. Tonggi badan tarbiya yengil mashqlardan boshlanadi. Eng avvalo bosh mashqidan boshlaymiz. To'g'ri turing, oyoqlar yelka kengligida. Chuqur nafas olib, keyin asta chiqaring. Buni 3 marta takrorlang. Navbatdagi mashq. Qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib, barmoqlaringizni cho'zing. 5 soniya ushlab turing. So'ng qo'llaringizni asta pastga tushiring. Bu mashqni 3 marotaba bajaring. Keyingi mashq bo'yin aylantirish. Boshni sekin o'ngga buring. 5 soniya ushlab turing. So'ng boshni sekin chapga buring. Yana 5 soniya turing. Bu harakatni ham 3 marotaba takrorlang. Galdagi mashq joyda yengil sakrash. Turgan joyingizda 20 marotaba yengil sakrang. Bu jarayonda nafas olishni ham unutmang. Navbatdagi mashqimiz oyoqlarni cho'zish. Oyoqlaringizni yelka kengligida oching. O'ng oyog'ingizni orqaga cho'zing. 5 soniya ushlab turing. Keyin esa chap oyog'ingizni xuddi shunday cho'zing.
Bu mashqni ham 3 marotaba takrorlang. Galdagisi esa orqa va belni cho'zish mashqi. To'g'ri turing, qo'llaringizni pastga tushiring. Oldinga egiling, qo'llaringiz bilan oyoqlarga tegishga harakat qiling. Va nihoyat so'nggi mashq. Qo'l va oyoqlarni silkitish. Qo'llaringizni oldinga cho'zib, tez-tez silkitib turing. Ya'ni 10 soniya. Endi oyoqlaringizni silkiting. Bu harakat mushaklarni bo'shatadi. Mashqlarimiz tamom. Voy, endi bilasizmi Madinaxon, nima kerak? Tanamizga energiya kerak, lekin bu gazli ichimliklar yoki shirinliklar emas. To'g'ri aytasiz. Axir biz foydali taomlar tarafdorimiz-ku. Albatta. Keling Madinaxon, bo'lmasam siz bilan foydali va foydasiz taomlar haqida gaplashamiz. Siz uchun foydali taomlar qaysilar? Sabzavotlardan boshlaymi Nozanin opa? Boshlang. Birinchisi sabzi. Sabzi ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Oho. Brokoli va karam ham immunitet uchun juda ham foydali. Endi immunitetimni nima bilan mustahkamlashni bilib oldim. Rahmat. Endi mevalarni aytaymi? Ayting. Banan mevasidan boshlayman. Banan energiya beradi, hazm qilishni ham yaxshilaydi. Ha, oshqozon kasal insonlarga ham juda ham foydali ekanda. Ko'proq banan yeb turinglar. O'zi bolajonlar bananni juda xush ko'rishadi. Lekin shunday bo'lsa ham eslatib qo'yay dedim-da. Masalan, o'zim ham xush ko'raman. Men ham xush ko'raman. Endi men sizga sutli mahsulotlarning foydasi haqida gapirib beraman. Sutli mahsulotlar organizm uchun juda ham foydali. Unda nima bor? Kalsiy bor. To'g'ri. Organizm uchun juda ham kerakli asosiy narsani aytib o'taymi? Ayting. Bu suv. Ha, to'g'ri aytasiz. Toza suvni kun davomida me'yoriga qarab ichish organizm uchun juda ham foydali. Masalan, men ham kuniga 2 litr, 3 litr suv ichaman. Ha, mendan ekansiz. Rostdan. Ha, Siz ham shuncha ichasizmi? ha. Lekin hamma narsani me'yori bo'lgan yaxshi. Me'yori bilan iching. Xo'p bo'ladi. Nozanin opa, unda foydasiz taomlarni ham gapiring. Eng foydasiz, zararli mahsulot bu gazli ichimliklar. Ha, u semirtirishga ham olib kelardi. Shunaqa. Saqich, turli xil konfetlar, chipslar, fast food, achchiq ovqatlar yoki sho'r ovqatlar ham juda ham foydasiz, zararli hisoblanadi. Lekin chipslarni bolalar sevadi-ku. Ha, afsuski shunaqa. Bolalar chipslarni juda ham yaxshi ko'rishadi, lekin bu zararli taom. To'g'ri aytasiz. Madinaxon, boya sizga tanamizga energiya kerak, shuncha mashqdan keyin degandim, esingizdami? Ha, albatta. Keling, bo'lmasam sizni qo'lingizdan bugun nonushta yeymiz. Nima tayyorlab berasiz? Bugun siz va muxlislarimizga foydali smuzi tayyorlab beraman. Oho, ishtahalarim ochib yordingiz. Qani boshlang bo'lmasam. Xo'p bo'ladi. Qani boshlang. Bo'la qoling. Bu smuzingiz uchun nimalar kerak bo'ladi? Smuzimiz uchun faqat shu ingrediyentlar kerak bo'ladimi? Ha, albatta. Keling bo'lmasa boshlaymiz. Boshlaymiz. Birinchi o'rinda olmani to'g'rab olamiz. Faqat pichoqqa ehtiyot bo'ling, xo'p? Xo'p. Siz uyda nechinchi farzandsiz? Men o'rtancha farzandman, ya'ni ikkinchi. Bunaqa smuzilar qilishni sizga kim o'rgatgan? Menga ko'proq opam va onam o'rgatganlar. Ha, opasi borlar o'zi rosa pazanda bo'ladi-da. Meni ham opam borlar. Lekin men nimagadir pazanda emasman. Nozanin opa, o'zingiz nechinchi farzandsiz? Men oilada kenja farzandman. O'shaning uchun ham menimcha pazanda bo'lmasam kerak. Chunki men uchun har doim ovqat tayyor bo'lgan uyda. Ha, menga kenja farzand bo'lish juda ham yoqadi. Lekin siz kenja farzand emas ekansiz-dek. Siz qiynalmayapsizmi? Ozgina qiynalyapman. Keling, men yordam beraman sizga.
Rahmat. Arzimaydi. Siz uyda ham mana shunaqa ish qilib turasizmi? Albatta. Hamma ish siz qilsangiz kerak uyda. Opam ham qilib turadilar. Baribir opalar singillarni ishlatishni yaxshi ko'rishadi-da, o'shanga so'radi. Siz ham mendan ekansiz. Mani ham opamni kayfiyati bo'lmasa, uyda gap eshitmaslik uchun ham ish qilardim yoshligimda. Lekin opalar bo'lgani yaxshi. Opa, aka bo'lsa, sizga juda ham ko'p narsalarni o'rgatishadi. To'g'ri. Singil bo'lgan ham yaxshi, uka bo'lgan ham yaxshi, chunki akangizdan, opangizdan qolgan kiyimlarni siz kiyasiz. Oy, menda ham shu muammo. Eng alam qiladigani faqat kattalarga kiyim olinadi, lekin kichkinalar ularni kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini kiyib katta bo'lishadi. Menga ham shunisi alam qiladi. Keling, endi smuzining foydalari haqida gaplashamiz. Bu smuzi o'zi nimalarga foydaman? Siz tayyorlashni bilar ekansiz. Foydalarini ham bilsangiz kerak. Qorinni to'q tutadi va siz energiyaga boy bo'lib yurasiz kun davomida. Qorinni to'q tutishi yoqdi menga. Keling endi hammasini blender qilib olamiz. Marhamat. Blenderga ehtiyot bo'ling, xo'p? Xo'p, Keling, men ochib beraman. yaxshi bo'ladi. Rahmat. Marhamat. Kelinglar, birinchi olmani solib olamiz. Olmani solamiz. Smuzini foydalari haqida gaplashayotgandik. Ha, Yana qanaqa foydali smuzilarni bilasiz? Masalan, bu smuziga yana nimalar aralashtirsak bo'ladi? suli olmasini solsak ham juda ham mazali bo'ladi. Ham to'yimli bo'ladi. Men ham shunaqa qilib ichib ko'rganman, lekin haqiqatdan ham Zo'r chiqadi. ham zo'r chiqadi, ham kun davomida to'q tutadi odam. Endi banan solamizmi? Keyingi soladigan narsamiz qulupnay bilan olcha. Marhamat. Endi nima solasiz? Asal solaman. Asalni ham juda ham foydali jihatlari ko'p. Masalan, immunitetni mustahkamlaydi, qon ko'paytirishga ham yordam beradi. Agar mabodo oshqozoningiz juda ham qattiq og'risa, asalli choy ichish tavsiya etiladi. To'g'ri. Endi oxirgi suyuqligimiz yogurt. Yogurt. Sizga qanaqa mevali yogurtlar yoqadi? Banan, qulupnay, ko'p mevalilar yoqadi. Men ham juda ham yaxshi ko'raman yogurt ichishni. Agar nimadir ichkim, nimadir yegim kelsa, lekin buni bilmasam, albatta mevali yogurt ichaman. Ha, men ham shunaqaman. Keling endi blender qilib olamiz. Qattiqroq yoping. Hozir keling. Bana. Manimcha bo'ladi. Keling, to'xtang, o'zim olib beraman. Olib bering. Qopqog'ini ochib olamiz birinchi. Rangini qarang, chiroyli chiqibdi. Endi ikkinchi idishimizga. Bolajonlar, ishtahangiz ochilgan bo'lsa, oyingizga darhol ayting, shunday smuzi tayyorlab bersinlar. Bo'ldi. Endi buni mazza qilib ichish qoldi xolos. Albatta. Bu sizga. Ketdik joyimizga o'tirib, mazza qilib tanlov qilamiz. Zo'r bo'libdi-ya. Juda ham mazali chiqibdi. Bunichi ta'mi ozgina sho'rga, shiringa ikkala ta'm aralashib, umuman ta'riflab bo'lmaydigan ta'm chiqibdi. Sizga yoqqanidan xursandman. Endi siz uyingizga har kuni ertalab boraman, menga smuzi tayyorlab berasiz. Albatta keling. Siz uchun eshiklarim ochiq. Kelishdik. Esingizdan chiqib qolmasin, xo'p? Xo'p, Kelishuvimiz. Hozir bolajonlar yozgi ta'tilda. Keling Madinaxon, yozni unumli o'tkazish uchun bolajonlarga qandaydir foydali maslahatlar beramiz. Mayli, boshlaymiz. Masalan,
Erta tongda uyg'onishingiz bilan 1 stakan suv ichishni unutmang. Undan keyin tanani chiniqtirish uchun badan tarbiya qilamiz, uyg'onib olamiz. Ana undan keyin organizmimiz ham, tanamiz ham uyg'ongandan so'ng nonushta qilishni ham unutmang. Nonushta eng muhimi. Butun kun uchun, butun tanamiz uchun, bizni rivojlanishimiz uchun eng keraklisi bu nonushta bolajonlar. Ha, Nozanin opa, agar nonushta qilmasak nima bo'ladi? Yetarlicha kaloriya ololmagani uchun bolajonlar u kaloriyalarni zararli narsalardan oladi. Ya'ni chips, har xil foydasiz narsalarni yeb qo'yishadi yoki gazli ichimliklar ichib qo'yishadi. Bu esa organizmga juda ham zararli va bolajonlarni o'sishga, ularning rivojlanishiga juda ham xalaqit qiladi. Ha, to'g'ri aytasiz. Madinaxon, siz yozgi ta'tilni qanaqa o'tkazyapsiz? Men yozgi ta'tilda ko'proq sayrga chiqyapman, velosiped uchyapman, kitoblar o'qiyapman, to'garaklarga boryapman. Xullas, zerikishga vaqt yo'q. Ha, aytgancha esimdan chiqibdi, suzishga ham boryapman. Suzishni ham bilasizmi? Albatta. Lekin men boshida o'rganayotganimda juda ham qiynalganman. Burnim bilan hovuzning ichiga kirib ketganman. Burningiz kirganmi shunda faqat? Yo'q, butun tanam kirgan. Hamma qutqarishga hovuzning ichiga kirgan. Yaxshi bo'lmagan ekan. Afsuski, men suzishni haligacha bilmayman. Bilmadim nimaga, juda ham suzishni xohlayman, suvni juda ham yaxshi ko'raman, lekin hech suzishga o'quvim yo'q. Men ham 3 oy o'rgana olmay, endi o'rganishni boshladim. Demak, siz o'rgana olgan, demak, siz suza olgan, men ham qo'limdan kelar keldi. Albatta, uning uchun 1-2 soat shug'ullaning. Rahmat maslahatingiz uchun. Demak, bolajonlar, yozda eng foydali sport turi bu suzish. Keling, suzish haqida lavha tomosha qilamiz. Marhamat. Suzish bolalar uchun eng foydali sport turiga kiradi. U butun tanani chiniqtiradi. Suzganda bola qo'l, oyoq, bel, orqa va bo'yin mushaklarini bir vaqtning o'zida ishlatadi. Bu esa tananing to'liq chiniqishiga olib keladi. Nafas olish tizimini yaxshilaydi. Suzish paytida nafas olish chuqur va tartibli bo'ladi. Bu o'pkani tozalaydi va yurak qon aylanishini mustahkamlaydi. Suzish tanani muvozanat bilan boshqarishni o'rgatadi. Bu esa diqqatni kuchaytiradi. Kayfiyatni ko'taradi. Suvdagi erkinlik hissi bolani xursand qiladi, asabini tinchlantiradi, yaxshi uyquni ta'minlaydi, organizmni chiniqtirib, immunitetni oshiradi. Ayniqsa yoz faslida suzishga qatnash esa bola tanasi harorat o'zgarishlariga moslashishga o'rgatadi. Bu esa shamollash va boshqa kasalliklardan himoya qiladi. Suzishdan boshqa mashg'ulotlar bilan ham, masalan, kitob o'qish bilan ham shug'ullanyapsizmi? Albatta, men kitoblarni sevaman-ku. Qanaqa kitoblar o'qiyapsiz? Ko'proq ensiklopediya, chunki u yerda juda ko'p qiziqarli ma'lumotlar bor-da, Nozanin opa. Lekin men ham rosa ko'p o'qiganman ensiklopediyani. Uyimizda katta kitob bo'lardi, o'shani varaqlab o'qib o'tirardim. Chunki u paytda kichkina bo'lganman, u yerdagi rasmlar menga qiziq bo'lgan. Ha, aytgancha ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketay. 1-2 sinf o'quvchilari uchun rasmi ko'p kitoblar. 3-4 sinf o'quvchilari uchun esa topishmog'i ko'p, har xil savollari bor kitoblar va undan yuqori bo'lgan sinf o'quvchilari uchun badiiy kitoblar o'qish tavsiya etiladi. To'g'ri aytasiz. Mening maktabimda kim ko'p so'z o'qish musobaqasi bor. Men har doim 1-o'rin olaman. Voy, qoqindiq. Aylanib ketay o'zim. Bizning ham maktabimizda shunaqa bellashuvlar o'tkazib turilardi. Necha daqiqa beriladi so'z o'qishga? 1 daqiqa berilardi. 1 daqiqada hammadan ko'p so'z o'qishga ulgurish kerak-da, shunda, to'g'rimi? To'g'ri. Madina, o'zi siz nechinchi sinfsiz? 4-sinfga o'tdim. 4-sinflar 1 daqiqada nechta so'z o'qish kerak? O'qituvchimiz aytadilarki, me'yoriy tezlikda 80 ta, 90 ta so'z o'qish mumkin. Sal tezroq o'qiydigan o'quvchi 120 ta o'qiy oladi. Voy, 120 ta so'z 1 daqiqada. Bizning ham maktabda bo'lardi, lekin aynan nechta so'z o'qish kerakligini eslay olmadim lekin.
Madinaxon, suhbatimiz qizigandan qiziyapti. Suhbatimiz yana ham qizishi uchun ajoyib bir mehmon taklif qilganman. Rostdan. Bu mehmonimizni ta'riflarini eshitganimda maktabda juda ham a'lo baholarga o'qiydi deyishdi. Yo'q, Zo'r bir g'oya kelib qoldi. qanday? Keling, ularni chaqiramiz-da, ikkalangiz o'rtangizda tez o'qish musobaqasini o'tkazamiz. Mayli, qani bo'lmasa chaqiramiz. Mehmonimiz bilan salomlashib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Ismingiz nima? Mening ismim Lola. Siznikichi? Madina. Tanishganimdan xursandman. Men ham. O'rtoq bo'lasizlarmi deyman. Qaysi maktabda o'qiysiz? Men Yashnobod tumanining 255-maktabda 3D sinf o'quvchisiman. 3-sinfman deng. Ha, Siz shunda 3-sinfga o'tasizmi yo 3-sinfmisiz? 3-sinfni tugatdim. Ha. Tengdosh ekansizlar. Madinaxon ham 4-sinfga o'tganlar 3-sinfni bitirib. Mana tanishib ham oldik. Men siz haqingizda ko'p ta'riflar eshitganman. Ayniqsa 1 daqiqada juda ham ko'p so'z o'qiydi deb eshitganman. Rostmi shu? Albatta rost. Kelinglar bo'lmasam o'rtanglarda musobaqa o'tkazib ko'ramiz. Nima dedinglar? Mayli. Sizlar uchun matn tayyorlab qo'yganman. Sizlar matnni o'qiysizlar, men vaqtga qarab turaman. Kimdan boshlaymiz? Lolaxonni albatta. Ha, mehmonni hurmati bor-da. 1, 2, 3 ketdik. Shaharda odamlar ko'p bo'lgan joyda 8 yoshli qizaloq Jamila yashardi. Uning qo'ng'ir jingalak sochlari bor edi va u doim yuzida tabassum porlab turardi. Jamila juda oqil va mehribon qiz edi. Maktabda yaxshi baholar olib, o'qituvchi va sinfdoshlari e'tirofiga sazovor bo'lgan. Uyda esa ota-onasining itkor qizi bo'lib, ularning har bir so'zini bajarardi. Bir kuni Jamila maktabdan qaytib kelar edi. Ko'cha bo'yida gulzorda o'tirgan keksa onaxonni ko'rdi. Onaxon uning yuziga qarab yanada tabassum bilan aytdi: "Qizim, bu qadar ajoyib qiyofang va aqlli ko'rinishing bor ekan, biroz yordamga kerak bo'lib qoldi. Shu yerdan bozorgacha olib berib qo'ya olmaysanmi?" Jamila yana tabassum qildi va shoshmasdan onaxonning savatchalarini olib yurishga yordamlashdi. Yo'lakay. Yo'lakay. Eslab qoldingizmi? Ha. Bo'ldi. Endi navbat Madinaxonga. 1, 2, 3 ket. Shaharda odamlar ko'p bo'lgan joyda 8 yoshli qizaloq Jamila yashardi. Uning qo'ng'roq jingalak sochlari bor edi va u doim yuziga tabassum porlab turardi. Jamila juda ham oqil va mehribon edi. Maktabda yaxshi baholar olib, o'qituvchilari va sinfdoshlarining e'tirofiga sazovor bo'lgan. Uyda esa ota-onasining itoatkor qizi bo'lib, ularning har bir so'zini bajaradi. Bir kuni Jamila maktabdan qaytib kelar ekan, ko'cha bo'yidagi onaxonni ko'rdi. Onaxon uning yuziga qarab yanada tabassum bilan aytdi: "Qizim, bu qadar ajoyib qiyofang va aqlli ko'rinishing bor ekan, biroz yordam kerak bo'lib qoldi. Shu yerda bozorgacha olib borib qo'y. Olasanmi?" Bo'ldi. Jamila yana Jamilada to'xtadingiz. Sanab ko'ramiz endi. Bering. Natijalarni e'lon qilaman. Lolaxon 106 ta, Madinaxon esa 94 ta so'z o'qishdi 1 daqiqa ichida. Bundan ko'rinib turibdiki, Lolaxon g'alaba qozondilar. Tabriklayman. Rahmat. Bejizga sizni shunaqa ta'riflashmagan ekan. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz, Lolaxon? Men kelajakda tadbirkor bo'lmoqchiman. Oho, bu juda ham yaxshi kasb. Aynan qaysi yo'nalishda tadbirkorlik qilmoqchisiz? Men kelajakda ayollar va bolalar kiyimlarini ishlab chiqarmoqchiman. Bu juda ham zo'r. Kelajakda farzandlarimga siz ishlab chiqargan mahsulotlardan kiygizamiz bo'lmasam. Rahmat. Sizni ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan juda ham bag'oyatda xursandmiz. Kelganingiz uchun rahmat. Lolaxon aytgancha, men doim kitob o'qimoqchi bo'lsam, ko'p esnayman, uyqum keladi, o'ynagim keladi. Siz qanday bunday tez o'qidingiz? Tomoshabinlarga va menga maslahat bering. Men ko'proq uyda kitob o'qiyman. Bo'sh vaqtlarimni bekorga telefonda, gadjetlarda ketkazmayman va ko'proq kitob o'qisam, sekundaberlarda o'zimdek tezligimda ko'raman va qancha ko'p o'qisam, shunchalik yaxshiroq o'qiyman.
birinchi marta kitob o'qiyotgan bolajonlarimiz uchun qanday kitoblarni maslahat bera olasiz? Ertak kitoblarni men maslahat beraman, chunki ularda juda qiziq bo'ladi va yaxshi o'qish mumkin. To'g'ri aytdingiz, ertak kitoblar juda ham qiziqarli. Bolalar voqealar rivojiga shunchalik berilib ketishadiki, bitta kitobni o'qib tugatib qo'yishganini ham bilmay qolishadi. Menda xuddi shunaqa bo'ladi. Albatta, to'ppa-to'g'ri, men ham shuni sizlarga tushuntirmoqchi edim. Lolaxon, sizni ko'rsatuvimizda ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Kelganingiz uchun rahmat. Yana kutib qolamiz. Rahmat sizlarga ham. Mayli, salomat bo'ling. Endigi navbat bolajonlarning eng sevimli sahifasiga. Mana hash-pash deguncha ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi dasturimiz sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Yana efirda ko'rishguncha. Xayr.